Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz orqali salomatligimiz uchun juda ham foydali bo'lgan xolodets retseptini barcha sir asrorlari bilan birgalikda o'rganamiz. Buning uchun eng muhim masalliq bu tozalangan va maydalangan molning oyog'i. Ushbu videoda bir dona mol oyog'idan foydalanilgan, og'irligi 1 kiloyu 200 gram. Maydalangan oyoqni va xohishga ko'ra miqdorda lahm mol go'shtini ushbu videoda 500 gram miqdorda ishlatilgan. Katta kastrolka yoki qozonga solamiz, go'shtni yopadigan miqdorda suv quyamiz va gazga qo'yib qaynaguncha qoldiramiz. Qaynab chiqqandan so'ng suvni to'liq to'kib yuboramiz. Go'shtni, suyaklarni va qozonimizni ham yuvib, tozalab, yana boshqatdan yangi toza suv quyamiz. Shundagina xolodets tiniq va juda ham toza ko'rinishda bo'ladi. Kastrolka yoki qozonimiz to'la bo'lguncha suv quyamiz. Ushbu videoda ko'rsangiz ham bo'ladi, 5 litr sig'imga ega bo'lgan kastrolkadan foydalanganman va to'la 5 litr yozuvga qadar suv quyganman, ammo ichidagi masalliqlar bilan hisoblaganda ishlatilgan suv 5 litrdan kamroq. Qaynab chiqishi bilan ustida ajralgan ko'piklarni olamiz va gazni eng past darajaga qo'yib, qopqoqni yopib, past olovda bir xilda qaynatamiz. Vaqti bilan qopqoqni ochib, ajralgan ko'piklarni va to'plangan yog'larni olib tashlaymiz va 3 dona lavr yaprog'idan va 8-10 dona butun katta murch donachalaridan solamiz va yana qaynatishda davom etamiz. 3 soat qaynagandan so'ng 2 choy qoshiq miqdorida osh tuzi va 1 dona butun piyoz va 1 dona butun qizil sabzini solamiz va yana qaynatishda davom etamiz. Roppa-rosa yarim soat qaynagandan so'ng sabzi va piyozni olib tashlaymiz va yana qopqog'ini yopib, past olovda qaynatishda davom etamiz. 6-7 soat mobaynida bir xilda past olovda qaynatamiz va shuncha vaqt o'tgandan so'ng ko'rsangiz bo'ladi, 5 litr yozuvgacha quyilgan suyuqlik 2 litr yozuvgacha kamaydi. Gazni o'chiramiz va ichidan go'sht va suyaklarni ajratib olamiz. Agar idishni sig'imi kattaroq bo'lsa, xuddi shu go'sht va suyak miqdoriga bemalol yana 1-1,5 litr miqdorida ko'proq suv ishlatsa ham bo'ladi. 5-6 ta sarimsoq piyoz donachalarini tozalab, katta-katta qilib to'g'rab olamiz. Va hali issiq holatda turgan suyuqligimizga qo'shib aralashtiramiz. Sarimsoq piyoz xolodetsdagi ortiqcha hidlarni ketkazadi. Sovimasdan turib darhol go'shtni ham maydalab olamiz. Buning uchun pichoq shart emas, chunki uzoq qaynagan davomida yumshoq bo'lib pishgan. Bemalol qo'l bilan sanchqi yordamida maydalab olsak bo'ladi. Endi esa xolodetsning eng asosiy, eng foydali qismiga o'tamiz. Buni ham bemalol issiqligini hisobga olmaganda qo'l bilan qiynalmasdan bemalol ajratsa bo'ladi. Suyak bemalol juda ham osonlik bilan ajraladi. Suyaklarni ajratib olib, qolgan qismini istasangiz, hamma narsasini istasangiz, keraklicha qismini ajratib olib, katta bo'laklarni pichoq yordamida mayda bo'laklarga bo'lib ajratib olsangiz bo'ladi. Men hammasini qo'shganman, faqatgina teri qismini suyaklari bilan birgalikda olib tashlagan holda. Bu jarayonni albatta qo'l yordamida qilish shart, chunki qo'l yordamida bu his qilib, sezib olib tashlanmasa, uzoq qaynaganligi hisobiga suyakning ba'zi qismlari mayda-mayda bo'laklarga bo'linib ketgan bo'lishi va rangi go'shtlarining rangiga yaqin bo'lganligi uchun xolodetsga aralashib ketish ehtimoli bor. Bezak uchun xohishga ko'ra qaynatib olgan sabzimizdan, yana alohida qaynatib olib, tuxumdan, konservalangan no'xatdan, kashnich kabi ko'katlardan foydalansa bo'ladi. Ushbu videoda faqatgina qaynatilgan sabzi va tuxumdan foydalanilgan. Agar konserva no'xat, ko'kat kabi narsalarni ishlatadigan bo'lsangiz, bezak uchun albatta e'tibor bering, ular aynish jarayonini tezlatish ehtimoli bor. Shuning uchun xolodetslarni imkon qadar tezroq muddatda iste'mol qilib yuborish kerak bo'ladi.
Xolodets uchun tayyorlab olgan idishlarimizga bezak uchun tayyorlab olgan mahsulotlarimizni, bundan tashqari go'sht mahsulotlarini ham hamma tayyorlab olgan narsalarimizni bir xilda taqsimlab solib chiqamiz. Tayyorlab olgan masalliqlarimizdan ko'rib turganingizdek roppa rosa 5 dona piyoladan kattaroq bo'lgan idishlarda xolodetslar chiqdi. Qanday ko'rinish va kattalikdagi idishlardan foydalanish, qanday ko'rinishda bezatish va qanday ketma-ketlikda solish bu albatta o'zingizning xohishingiz va imkoniyatlaringizga ko'ra. Xolodetsning sho'rvasi sovimasdan turib jarayonni imkon qadar tezroq amalga oshirish lozim, chunki juda ham maromiga yetib qaynaganligi sababli juda ham tez muddatlarda qotishni boshlaydi. Xuddi retseptdagidek va aytib o'tganimdek maromiga yetkazilib qaynatilsa, hech qanaqa jelatin ishlatishga umuman hojat yo'q. Xona haroratida sovigach, ustini yaxshilab yopib, eng kamida 6-7 soatga, ideal holatda esa kechqurundan ertalabga qadar sovutgichga qo'yamiz. Yetarlicha vaqt o'tgandan so'ng sovutgichdan chiqaramiz va ko'rib turganingizdek teskari holatda ushlansa ham tushib ketayotgani yo'q. Xona haroratida turganda ham erib, yumshab ketmaydigan ideal holatda qotgan xolodetslarimiz tayyor. Istagan ko'rinishda bezatib, bemalol dasturxonga tortishingiz mumkin. Ichida bezak uchun pishirilmagan mahsulotlar ishlatilmaganligi sababli nisbatan sovutgichda uzoqroq muddatda saqlanadi agar xuddi shu ko'rinishda bezatgan bo'lsangiz. Lekin yodda saqlang, xolodets juda ham uzoq vaqtgacha saqlanib turmaydi. Imkon qadar tezroq yeyish lozim va muzlatgichda muzlatish mumkin emas. Albatta shu retsept bilan tayyorlab ko'rib, oila a'zolaringizni xursand qiling. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kanalimizda qoling, obuna bo'lishni, do'stlaringizga ulashishni va yoqtirish tugmachasini bosishni unutmang.